Haqiqatan ham bizni o'zi qonimizda eskidan, ya'ni 2000 yillik tadbirkorlik qoni borda. Amerika kelib ham 5-6 yilda tez oyoqqa turib, yaxshi tadbirkor bo'lgan o'zbeklar bor. Shundan ko'ramiz, endi bu o'zbeklar boyigan sari Amerikaga ham investitsiya qiladi, O'zbekistonga ham investitsiya qiladi. Shu O'zbekistondagi umumiy investitsiya klimatini ochib bersangizda, iqlimini, qanaqa investitsiyalar turlari bor? Shuning uchun albatta kompaniyaga bo'ladi. Boshqa har qanday biznesga sarmoya kiritish uchun o'sha biznesni shaffofligi aniq. Keyin bir necha yillik raqamlarini statistikasi va kelajakka bo'lgan strategik rejalari va undan tashqari albatta korporativ tizimlashgan to'g'ri korporativ boshqaruv ostidagi biznes bo'lishi kerak. Bo'lmasa investor qo'rqadi. Javob beraman, ishonavering desa bo'lmaydi. Investor smart investorlar, baribir ham aqlli investor oldingi raqamlarni, kelajakka mo'ljallangan o'sha rejalarni ko'radi. Qanchalik bu aytayotgan raqamlari asosli, hujjatlarda bor, hammasini ko'rgandan keyin politikada shuning uchun nisbatan hozir O'zbekistonda bunday imkoniyatlar hali past, kam. Bitta kompaniyaga politikaman desangiz, uni ichidagi hisobotini ichiga kirsangiz ham hali sizga ishonarli raqamlarni berishi qiyin. Lekin biz shu jarayondamiz.